Bismillahirrohmanirrohim. Bu darvozaxonamiz ukalar. Polni apshipkalargacha qilib berganmiz. Alkafon naqshlarini alkafondan qilib berganmiz. O'rtalarini ko'rishinglar mumkin. Cho'tka qilib mana darvozaxonamiz bitkazib berdi. Juda ham chiroyli chiqdi. Choklarga ham hech narsa tutalmagan ukalar. Xudo xolasi tabiiy o'zining holatida keltirilgan. Bu yoq tomon mana polni o'rtada qolgan joyini ham apshipkalarni qilib berganmiz va oldagi sliflarni ham mokriydan qo'yib mana bu dugalargacha hammasi ana shu 34 million so'mning ichida bo'ldi. Xudo xolasa ko'cha tomonimizda ozgina pardoz ishlari qoldi, bitkazib qoldi. Joyi ham hozir ko'cha tomondan bitta ko'rsataman ukalar. Mana ko'cha tomonimizda pardoz andoz ishlari ketyapti. Svetlarni o'rnatib, xudo xolasa bir qator artib, tozalab, yartilatib, yaltiratib uy egasiga topshiramiz inshaalloh.